Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi ozgina beriladigan ma'lumotim cho'zilish haqida. Yaqinda bir video qildim. Cho'zilish bu o'sha tabiiy cho'zilish, bu yotib turgandan keyin bo'ladigan cho'zilish haqida. Endi bugungi beradigan ma'lumotim bu cho'zilishning ikki xilga bo'linishi. Birinchisi bu dinamik ko'rinishi, ikkinchi statik ko'rinishi. Dinamik bir cho'zib qo'yib yuboriladi. Statik esa cho'zib 15 sekunddan 90 sekundgacha ushlab turiladi. Masalan, sportsmenlar, boksga chiqadigan insonlar, MMA yo'nalishdagi sportsmenlar dinamik cho'zilishni qilishadi. Agar mushakni bo'shatishlik uchun bu ayniqsa grija kasali bilan bog'liq cho'zib turiladi. Nimaga effekti kam? Basseynni. Chunki siz bitta harakatni 2 sekundda cho'zasiz xolos. Uni cho'zib turishlik esa bu statik cho'zilishga kiradi. Buni esa 15 sekunddan 90 sekundgacha olib boriladi. Ana o'shanda effekt sirazi bilinadi. Sirazi. Agar siz qisqa cho'zilib 1-2 sekundda cho'zsangiz, bu uzoq muddatga boradi. Agar siz uni 15 sekunddan 90 sekundgacha cho'zib tursangiz, siz nafaqat mushakni, bog'lamlarni, to'r pardalarni cho'zasiz. Ana o'shandagina effekt bo'ladi. Ma'lumot yoqdi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.